Beyjingdagi eng egiz binoga aeroplan so'qildi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu qatim shu 26-iyun Beyjingda yuz bergan bu voqea ham Xitoyni sarosimaga solgan, ham dunyoni hayron qoldirgan bir voqea bo'ldi. Chunki Beyjingdagi eng egiz bino hisoblangan shundaqla bu rayonninki ham intayin muhim bir qushni uchqili qo'ymaydigan rayon deb atiladigan bir so'z bor hamda Türkiye'de. Aşındaq muhim bir rayonda bundaq bir voqeaninki yuz berishi bütün xalqaro axborotlarda naiti keng ko'lamda berildi bu xabar. Beyjingdagi eng egiz bino hisoblanadigan Zhongshin binosiga bir yenik tipdagi kichik aeroplan so'qilgan bo'lib, uchquchi o'lgandan sirt 13 kishi yaralangan. Albatta bu Xitoy doiralarining bergan xabari. Belki ondan ko'p inson yaralangan bo'lishi mumkin. Chunki necha kunlargacha hech qanday axborotni qattiq qamal qilib chiqarg'ili qo'ymaganligini hammamiz bilamiz. Bu xabar haqidagi ma'lumotlarni. Bu vaqtdagi xabarlarda 2 kishilik mazkur aeroplan shu kuni Beyjing Shifosi aerodromidan qo'zg'algandan keyin tuyuqsiz liniyasidan chiqib ketib, shahar markazi tarafga qarab uchgan va oxirida egizligi 522 metr keladigan Beyjingning vakil xarakterlik va eng egiz qurilish hisoblanadigan mazkur binoga so'qilgan. Aynak parchalari va aeroplan qoldiqlari yomg'irda to'kilib, Beyjing ko'chalaridagi Xitoylarni vahimaga solgan bir voqea bo'lganda bu hamda. Bu voqeaning tasodifiy hodisa yoki planli harakat ekanligi aniq emas bo'lib, Xitoy rejimi bu vaqtdagi xabarlarni qattiq kontrol qildi. Har doim qildi. Chunki bo'libmi bu Beyjingdagi muhim bir joyga joylashgan bir yerda bundaq bir ishning yuz berishi Xitoyni ham sarosimaga solgan bir voqea albatta. Voqeadan keyin Xitoy shu butkul Xitoy miqyosida fuqaroviy aviatsiya vositalarining uchishi umumyuzlik cheklangan. Nazorat va kontrollik qattiq tariqada ijro qilinadigan Xitoyda, ya'ni normalda Xitoyning hamma yerida shunday hamda qattiq buning o'xshash masalalarningki qattiq nazorat qilinadiganligi, kontrol qilinadiganligi. Bo'libmi Beyjingda u necha haslab qatlab kuchlik ijro qilinadigan bir yerda yana kelib poytaxti Beyjingda buningdek bir voqeaning yuz berishi butun dunyoning diqqatini qo'zg'ayotgan masala. Nurg'un analizchilar bu haqda har xil farazlarni o'tirib qo'yotdi. Hamda voqeaning orqa ko'rinishi, uchquchining maqsadi haqidagi turli faraz analizlar o'tirib qo'yilmoqda. Ham Xitoy Kommunist partiyasining markaziy shtabi bo'lib shu Zhongnanxayga bir qancha kilometrlik keladigan shunda bir muhim bir joyda bundaq bir voqeaning yuz berishi albatta dunyoning diqqatini tortgan. Hatto Xitoy shu yuqorida deganimdek bu xabar haqidagi bütün ma'lumotlarni cheklab rasmiy organlarga gap qilmayapti. 4-kuni bo'lgan vaqtida Xitoy faqat asosiy uchurlarni ham o'z ichiga olgan 60 so'zlik bir xabar bilan kifoyalandi. Chunki Xitoy rejimining maxsus rasmiy zuvani bo'lgan Beyjing gazetida qisqalam xabar bilan kifoyalandi. Va birdan-bir rasmiy bir bayonoti bo'lib qoldi-da endi bu shu voqea haqidagi. Shuning uchun dunyoning har qaysi joylaridagi maxsus har xil shu aeroplan aviatsiya sohasidagi mutaxassislar xilma-xil farazlarni o'tirib qo'yib o'tadi ham.